Yüz Yilliq Marafon. Aptori Michael Pillsbury. Davamı. Biroq Xitoyning eng mo'tadil tushunchisi masxirlik holda mushuk eyiqni quchoqlovchilar deb atalganlarning qarshidir. Bu men sharaf medali sifatida necha 10 yil qo'llangan atalg'idir. Bular chetda qolgan iqim bo'lganlikdan o'xshashla. Chet yuqori darajalik siyosiy va harbiy tadqiqot organlaridan tortib, omma orasidagi oddiy bilimlarni o'z ichiga olgan qarshi dalillarni bostirib qo'yishni. Xitoydagi qattiq qo'l millatchilarning ovozini yo'q qilishni taqozo qiladi. Qattiq qo'llar bularni yer sharlashish va uchur texnologiyasi sabablik o'tmishda qolgan ish bilmaslar va asari atiqalar deb ataydi. Xitoy millatchiligini Xitoydagi asosiy iqim sifatida ko'rmaslik Xitoyni tadqiq qiladigan mutaxassislarning uzoq yillardan buyangi yo'lidir. Ya'ni kallamizni chirmab olgan Xitoy haqidagi xomxiyol kelgusi 25 yilda Amirika uchun eng sazgur davlat mudofaa xirsi sifatida o'ttirg'i chiqishi mumkinchiligi intayin cho'ng bo'lgan Qaraqurum paydo qildi. Xitoyda, ya'ni Xitoy huquqdorlari orasida mo'tadillar guruhi bilan qattiq qo'llar guruhidan iborat ikki xil iqim bor bo'lib, bular Beyjingdagi hukumat saroylarida va to'xtamasdan ichiladigan yig'inlarda Xitoyning kelgusi modeli haqida qattiq munozaralarga g'arq bo'lgan. Biroq qattiq qo'llar guruhi va millatchilik dunyo qarshi barg'ancha ustunlikni egalladi. Xitoyning yangi raisi Shi Jinping Chamberkada mutlaq ta'sir kuchga ega bo'ldi. Xitoy qattiq qo'llari hukumati egaligidagi Yer shari vaqt gazeti Xitoydagi ikkinchi yoki uchinchi cho'ng axborot vositasi bo'lib, bu gazetning bosh muharriri Xu Shijin mo'tadillar guruhidagilarni Xitoyni halokatga ishtiradigan rak hujayralari deb qaraydi. O'tgan necha 10 yil mobaynida Richard Nixon davridan boshlab parlament va boshqa butun ma'muriy apparatlarning rahbarlik qatlamida xizmat qilgan biri bo'lish sifatim bilan men Xitoyning harbiy va istixborot qurilishlari haqida boshqa har qanday g'arblikka qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishim mumkin. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi va Davlat bexatarlik ministerligining vakillari ishiklarni o'zining eng maxfiy institutlariga ochgan va hech bir g'arblik o'qib baxmagan. Ya'ni shu institutlarning tadqiqot natijasi bo'lmish hujjat va yozmalarni menga bergan edi. Gerçi men Beijing doiralarini va tinchlikparvar rayish Xitoylarga mablag' selayotgan Washington doiralarini bearam qilgan bo'lsammi, Xitoylar orasidagi qattiq qo'llar meni o'zlarining ko'z qarshini bozorga selishdiki unumlik vosita deb qarashgan edi. 1998 yili va 2000 yili mening Xitoylarning kelgusi jang qarshi va Xitoyning kelgusi bexatarlik muhiti haqidagi munoziralari degan nomda 2 ilmiy asrim nashrdan chiqdi. Bu 2 kitobga men Beijing safarimda to'plagan yoki Xitoy harbiy qo'mondonlari va Xitoydan yuz o'rganlar menga bergan materiallarning ko'pinchisi tarjima qilinib kirgizilgan edi. Men bu 2 kitobda Xitoyning ichki qismida bu davlatning, ya'ni Xitoyning dunyoda o'ynaydigan roli haqida o'xshamagan fikrda bo'layotgan 2 guruh, ya'ni o'zimning ta'biri bo'yicha an'anachilar, ya'ni qattiq qo'llar va
revizionizmchilar, ya'ni tuzatmachilardan iborat ikkala tarafning ko'z qarshiga o'rin bergan edim. Men bu ikki kitobda ko'z qarashlarimni naql qilgan generallar va chet el siyosati mutaxassislari o'z ko'z qarashlarining to'g'ri tarjima qilinganiga va Washingtondagi davlat bexatarlik mutaxassislari orasidagi tor doirada bo'lsa-mu diqqatga sazovor bo'lganiga rahmatini bildirishib, keyingi yillarda meni texmi ko'p ma'lumot bilan ta'minlamoqchi bo'lgan edi. Xitoyni necha 10 yil yaqindan tadqiq qilish natijasida bu xil qattiq qo'l ko'z qarashlarning Xitoyning rayon, ya'ni yer siyosatshunosligi mafkurasida chet, ya'ni ikkilamchi iqim emas, balki asosiy iqim ekanligiga jazm qildim. Bular, ya'ni qattiq qo'l ko'z qarashdikilar 100 millionlagan kishilarga vakillik qilayotgan Xitoyning dunyoda oliy maqomga yuksalganini ko'rishga intilayotgan yuqori darajalik siyosat belgilgilchilarning pardozlanmagan, ya'ni oshkora ko'z qarashi edi. Nazarimizni madaniyat inqilobining dastlabki yillariga og'dirsak, shaksizki shu vaqtdimi, ya'ni Xitoyda xalqaroliq erkin bozor ichida bir gavdalanishni va texmo demokratik hokimiyat sistemasiga qarab ilgirlashni tashabbus qiladigan erkin, ya'ni liberal mutafakkurlar nayt ko'p edi. Xuddi Amirikada qattiq qo'llar va mo'tadillar, ya'ni tinchlikparvarlardan iborat ikki iqim bo'lganiga o'xshash, Xitoy sarxillarmo atalmish yangi konservativlar, mudaxilachilar, realistlar va bekinmachilar degandek firqlarga bo'lingan edi. Albatta, bu oradagi farq, ya'ni Amerika sarxillari orasidagi munozirlar bilan Xitoy sarxillari orasidagi munozirlarning farqi shuki, Xitoy sarxillari orasidagi munozirlar Xitoy jamoatchiligi va g'arb matbuotlari bilan kamdan kam yuz ko'rishadi. Xitoyda bu xil masalalarni muhokama qilishga mos keladigan, ya'ni xalq tarafidan saylangan vakillardan tashkillangan parlament yoki haqiqiy echivitilgan munozir suppilari yo'q. G'arb siyosat belgilgüchilari, istixborot tahlilchilari, olimlar kelgusi 10 yilda duch keladigan xiris shuki, ular, ya'ni Xitoy sarxillari orasidagi mushu xil munozirlarni yepib turgan maxfiylik pardasining ichiga kirib, munozirga ishtirok qilgan har qaysi iqimdagilarning ta'sir kuchini mo'ljarlay olish kerak. Ta hozirgacha g'arb siyosat va savdo sohasidagi sarxillar orasida Xitoy tinch yuksalishni xohlaydi, shundaqla bargan siri Amirikaga o'xshaydigan bir davlat bo'lishga qarab taraqqiy qiladi degan qarash umumlashgan. Starbucks, McDonald's va Apple qatorliq iste'mol buyumlari markalarining Xitoydagi shiddatli taraqqiyoti yuqorqi qarashni texmi quvvatlaydi. Faqat yaqindan buyon ilgarigidan jangxumarroq Xitoy davlatining maydonga chiqayotganligining alomatlari ko'rilib, ba'zilarni Xitoy to'g'risida 40 yildan buyon davomlashib kelayotgan umidvor xiyollardan gumonlanishga majbur qildi. Davomliq turda Amirika bilan Xitoy orasidagi munosabatni texmi yaqinlashtirishni tashabbus qilayotganlarmi inkor qilolmaydigan bir nuqta shuki, Xitoy bizning ko'z qarshimizda yuksalib qolmasdan Amirika va keng g'arb dunyosi Xitoyning o'z nishonini ishga oshirishiga dastlabdan boshlabla yordam qilib keldi. Bu xil yordamlarning halqiliq manbalaridan biri Dunyo bankisidir.
1983-yılı Dünya Bankasının başqurğuchilari Deng Xiaoping bilan ko'rishgandan keyin bir gruppa iqtisodshunaslarning Xitoyni nuqtaliq tadqiq qilib, Xitoyning kelgusi 20 yilda qanday qilganda Amerikaga yetishib olaydiganligi to'g'risida takliflarni o'tirg'a qo'yishiga maxfiy holda qo'shildi. Lekin bu yanıla yordamning hammasi emas. Neçə 10 yıl mabeynida Amirika hökuməti Xitaylarni sezgür uçurlar, texnika, hərbi maharat, istihbarat və mutaxassislarning təklifləri bilan ta'minladi. Darvaqa Xitaylarga shuncha uzun muddatda shuncha ko'p narsalar berildiki, shu sabablik Amerika parlamenti 2005-yili Xitoyga qilingan yordamning hatto hisobi yo'qligidan shikoyat qilishdi. Buningdan sirt biz Xitoyga bermagan narsalarni ular o'g'irlab oldi. 100 yilliq Marafonның күчі şu yerdeki, onun məşğulatları xufiyani elib berildi. Elişiş klubi degan filmdekiga o'xshash Marafonның birinchi qoidasi Marafon haqida gap qilmaslikdir. Haqiqatan Beijingdeki yer asti uylardan Marafonның tafsilotlari ko'rsatilgan har qanday bir loyihani topqili bo'lmaydi. Marafon Xitoy rahbarlariga shunchalik tonishliqki, shu vajidan uni yezib qo'yib, oshkorlanib qilish xatiriga tavakkul qilishning hech qanday zaruriyati yo'q. Lekin navbatda Xitoylar bu uqumni oshkor tilga elishga boshladi. Balki bu ularning Amerikaning o'zining qadimiga yetisholmaydigan darajada kechikkanligini to'nib yetganligidan bo'lsa kerak. Men 2012-yili, 2013-yili va 2014-yillari Xitoyga qilgan 3 qatimliq safarim jarayonida Xitoyning, ya'ni Marafon uqumi haqidagi pozitsiyasidagi o'zgarishni bayqadim. Men odatim bo'yicha Xitoyning asosliq aqllar kengashida o'zim necha 10 yil mobaynida yaxshi tonigan olimlar bilan ko'rishdim. Men ular texi bir qancha yil avval o'zini ap qechib yurgan. Hech bo'lmasa oshkor deyishga petin olmay kelgan bir atalg'u. Ya'ni Xitoy yetakchiligidagi dunyo tartibi haqida udul so'rdim. Halbuki shu qitimda ularning nurg'ini, yangi tartib yoki yengilnishning kelayotganligini, hatto buning kutganidan tez bo'layotganligini tilga elishdi. Amirika iqtisodi 2008-yildagi xalqaroliq pul muomala krizisida zarbaga uchraganda, Xitoylar Amerikaning uzundan buyon kutib kelingan va asli keltirgil bo'lmaydigan chekinishining boshlanganligiga ishongan edi. Uzundan beri meni Xitoy manfaatining yangidan gullanayotgan ko'p qutupliq dunyodagi kamtar rahbarlikda ekanligiga ishontirib kelgan kishilar menga Xitoy kompartiyasining Xitoyning dunyodagi tegishlik o'rnini asliga keltirishdan iborat uzun muddatlik nishonini tunib yetganligini aytdi. Amaliyotda bu ularning menga o'zlarining meni va Amerika hukumatini aldab kelganligini aytqani edi. Ular bilinar-bilinmas mag'rurlik ilkida Amerika tarixidagi eng sistemalik, eng muhim va eng xatarlik istihbarat mag'lubiyatini oshkorlayotdi. Yana kelib biz Marafonning mushu daqiqaning o'zida elib berilayotganligini bilmaganligimiz uchun Amerika uttirayotdi. Davomi bor.